Kechasi uxlayotganingizda birdan qora bulut singari yopirilib keladigan xayollar sizda ham bormi? Sen buni uddalay olmaysan, sen tengilar allaqachon katta ishlarni qilib yuborishgan, sen hali ham bir joyda bir oylikda deb sinib turibsan, oilani ham eplay olmayapsan, hech qayer mukammal emas degan xayollar sizni tunda bezovta qilsa, tanishing, bu sizni o'sha ichki tanqidchingiz. U sizni adolatsiz ravishda siz scroll qilayotgan o'sha Instagramdagi va boshqa ijtimoiy tarmoqdagi qo'shtirnoq ichidagi mukammal hayot bilan solishtirmoqda. Aslida e'tibor berib qarasak, tashqaridan bizni holatimizni baho berayotgan insonlar odatda bizni kamchiliklarimizni ko'rish barobarida bizdagi plyuslarni, ya'ni ijobiy xususiyatlarni, biz erishgan yutuqlarni ozmi ko'pmi qabul qilishga odatlanadi. Ya'ni bizga baho berayotganda ularni ham hisobga oladi. Lekin bilasizmi, eng adolatsizlikni kim qiladi bizga nisbatan? Eng adolatsiz munosabatni, talabni biz o'zimizga qilamiz. O'zimizga nisbatan o'zimizdan shu qadar adolatsiz tarzda mukammallikni talab qilamiz. Biz ko'rayotgan shu ijtimoiy tarmoqdagi ayollarni gul olayotgan sahnalari, erkaklarni mashina eshigini ochib berishi, qimmat restoranlarga olib borishi kabi sahnalarni ko'rganda bezovtalanishimizning sababi ham ichki menimizga nisbatan qilayotgan adolatsizligimiz. Nima uchun senda bu hayot yo'q? Nima uchun sen bu kabi baxtli emassan? Hamma yo'lni topgan, hamma mazza qilib yuribdi, senchi? Aslida muammolarni yoki xunuk sahnalarni ijtimoiy tarmoqqa qaysi siz bilgan bloger yuklashi mumkin? Bu haqida o'ylab o'tirmaymiz. Biz o'zimizga nisbatan eng katta adolatsizlikni qilamiz va bugungi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, insonlar hattoki asl ehtiyojlarini unuta boshlashdi. Buning natijasida biz baxtni ham tayyor shablon shaklida introyeksiya qilib o'zimizga kiritishni odat qilib oldik, asta-sekinlik bilan. Ya'ni aslida baxt tushunchasi har kimning nazarida har xil o'lchanadi. Ya'ni kim uchundir oila davrasida issiq choy ichib o'tirish baxt bersa, masalan, baxt hissini bersa, o'sha gormonni bizda shakllantirsa, yana kim uchundir yolg'izlikda qahva ichish va hokazo. Ya'ni ammo biz nima qilamiz? Biz o'sha Instagramda mana shu baxt deb bizga tushuntirishga urinayotgan sahnalarni to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olib, ularni o'zimizni hayotimizdan qidiramiz. Aslida sizni nima baxtli qiladi? Hamma qahva ichyapti, hamma kapuchino ichyapti, demak kapuchino baxt degani degan interaktiv ravishda bizda o'sha ongimizga qabul qilishga harakat qilish mavjud. Bir o'zingizdan so'rab ko'ring, ehtimol sizga o'sha bolalikni ta'mini eslatadigan kakao ko'proq yoqar, ehtimol. Bu haqida esa odatda biz ko'pincha o'ylab o'tirmaymiz. Baxtni mahsulot, tayyor mahsulot sifatida sotib olib, uni iste'mol qilishga harakat qilamiz. Siz mashaqqat bilan parda ortida o'zingiz erishgan o'sha baxtni, ya'ni hozir qo'lingizda bor bo'lgan narsalarni qanchalik mashaqqat bilan qo'lga kiritganingizni o'zingiz bilasiz va mana shularni birovni sahna orti roliklari bilan ishlab bergan go'yoki kinolari bilan solishtirmoqdasiz. Bu esa o'zingizga nisbatan qanchalik adolatsizlik, qanchalik o'zingizga nisbatan qilinadigan zulm. Bugun bu zamonani muammosi, ya'ni hammani qo'lida baribir telefon, Instagramni o'chirib tashlaysiz. Bugun ertaga yana uni o'tkazib olasiz, yana scroll qilishda davom etasiz, yana navbatdagi blogerlarning hayoti, o'sha baxtli insonlarning hayotini kuzatishda davom etasiz. Bu muammodan qanday qilib psixoterapevtik usul bilan chiqib ketish mumkin? Avvalambor aytadigan tavsiyam, birinchi o'rinda o'zingizga savol bering. Bu meni haqiqiy ehtiyojimmi? Ya'ni bu rostdan ham meni fikrimmi? Mana shu hayot meni tanlovim bo'lishi mumkinmi? Yoki birovning navbatdagi tayyor yasalgan baxt shablonimi? Navbatdagi siz qabul qilishingiz kerak bo'lgan, introyeksiya qilishingiz kerak bo'lgan, ya'ni o'zingizning ehtiyojingiz bo'lmasa-da tortishingiz kerak bo'lgan navbatdagi baxtni shablonimi? Ikkinchi tavsiya esa, avvalambor siz o'sha scroll qilayotganda yoningizdan chiqib qolgan o'sha mukammallik sizni og'ritgan vaqtida o'zingizga stop deng. Ya'ni siz o'zingizni solishtirishingiz mumkin bo'lgan yagona inson bir oy avvalgi yoki bir yil avvalgi o'zingiz. Mana shu yerda darrov rolni almashtiring. Ya'ni siz solishtirayotgan o'sha mukammallikka emas, mukammal insonga emas, kadr ortida asli haqiqat noma'lum bo'lgan mukammal hayotga emas, sizni o'sha bir yil avvalgi holatingiz. Ya'ni u holatda siz qanday edingiz? Mana shu narsagina sizni raqobatga, sog'lom raqobatga olib kiradi va bu sizga hayotingizda sog'lom o'sishni beradi. O'zingizga nisbatan adolatsiz bo'lmang. O'zingizni ehtiyot qiling.